Aqvonman. Bolalar Xudoga shukr, yaxshi hammasi qilibsiz-a. yaxshi. O'sha yaxshi ekan. Kechagi darslarni zapisini eshitdinglarmi serobgarlik haqida? Ustoz, men eshitolmayapman. Qaranglar. Bu men hozir yana qaytadan tashlab beraman. Bu problema emas, o'ylamanglar. Qaranglar, bu berayotganimiz bu haftani polностью serobgarlik haftasi deb atadik. Ya'ni hamma narsada serobgarlik bo'lsin, to'g'rimi? Hayotimizda. O'shuning uchun shunaqa atadimki, ko'ryapsiz, 10 kun, 15 kunni qaysidir mavzuni yoritishga anaqa qilyapman. Nima deyapti? Mo'ljallab qilyapmanki, ertalabdan o'shani siz ko'ring, hayotingizni o'zgartira oling. Mana hozir tashlab berdim qaytadan kanalga. Albatta, hozir buni ham zapisini tashlab beraman. Ketma-ket eshitsangiz darslarni qaranglar. Hatto 2, 3, 4, 5 kun o'sha ketma-ket berayotgan darslarni eshitsangiz, hayotingiz o'zgaradi. Nima haqidaligini albatta nima qilasiz? Siz tushunib yetasiz va o'shani hayotingizda olasiz. Bugungi mavzuyimiz baraka sirlari. Misol serobgarlik va baraka haqida savolinglar bormi? Mayli boshqa mavzuda bo'lsa ham. Beringlar qizajonlar, давайте. Savol bormi? Men o'g'limni uylantirishim kerakda. Hech o'sha oldin ham sizga aytganman. Shu uylanmaydi. Nima qilsam ekan-a? Qanday uylantirib olsam ekan-a? Egzo Nima qilsam qiling. uylanadi? Egzo tozalov seansi oling. Baraka topkur. Egzo tozalov seansi oling. Adolatxon, eshityapsizmi? Ovozingiz yo'qolib qolyapti. Egzo tozalov seansi. Mani lichkamga egzo deb yozib qo'ying. Men albatta bo'shab, har taraflama siz bilan o'sha o'g'lingiz haqida gaplashamiz, xo'p? Ha, mayli. Lichkangizga yozib qo'ydim. Egzo juda ham zo'r qizlar. Mana Rozagul, siz ham egzo olsangiz bo'ladi. Juda ham moshni ochib beradi Rozagul. Siz konsultatsiya olmoqchi edingiz-ku. O'sha qolgan pulingizni doplata qiling, men sizga egzo qilib beraman, gap yo'q. Xo'p, boshqa savolinglar yo'q bo'lsa, bugungi mavzu o'sha kechagi serobgarlikni davomi. Hozir chat tugagandan keyin zapis tashlab beraman, lekin avval kechagi darsni eshitib olinglar. Bepul webinar, bepul darslar, bepul hammasi, lekin sizga juda ham moshniy, nima desam ekan, zo'r ilm berganman. Buni hayotingizga qaranglar, iloji bo'lsa qizlar har doim aytaman, omad kundaligi tutib, nimadir yoqqan joylarni o'zingizga shablon qilib yozib, tagiga chizib olsangiz, hayotingizda kerak bo'lib qoladi. Shunchaki eshitib ketsangiz, hayotingiz o'zgarmaydi. O'shuning uchun hammasi o'zingizga bog'liq. Demak, bugungi mavzu baraka sirlari. Давайте chat gruppaga qizlar yozinglar, iltimos qilardim. Sizningcha baraka nima? Sizningcha serobgarlik nima? Nima uchun biz buni bilishimiz kerak? Nima uchun hayotimizga realizatsiya qilib, hayotimizga tatbiq qilib buni ishlab shu bilan yashashimiz kerak? Nima uchun buni sirlari bor? Nima uchun bilishimiz kerak? Yozinglar, bilmasanglar bilmayman, yuraychi, gulchi, bir nimachalar deb o'zim ustoz sizni sevaman deb yozib qo'yinglar, men sizlarni yaxshi ko'raman. Demak, baraka sirlari. Siz yozinglar, xo'p, men davom etib ketaveraman. Boshqa savolinglar bo'lsa ham yozaveringlar, давайте. Demak, bugun kechagi mavzu serobgarlikni davomi baraka sirlari. Baraka bu umuman gapiradigan bo'lsak, faqat ko'p pul degani emas. Bilasiz, baraka bu ozgina narsani ham foydali, yetarli va albatta xayrli bo'lib kelishi biz uchun, to'g'rimi? Ya'ni ko'pchilik hamma har xil gapiradi, baraka, halollik, minnatdorchilik, qanaqadir yaxshi ishlar qilish deb, to'g'ri, lekin birinchi sekreti, siri shundayki, o'sha minnatdorchilikda. Juda ham ko'pchilik aytadi, shukronalik yozyapman, bir nimalarga erishyapman. Lekin aksariyat insonlarda shukronalik yozaman, lekin hayotim o'zgarmaydi. Mana hozir aytganlaridek, egzo tozalash seansi olasiz va o'sha zahoti sizda shukronalik ishlaydi. Lekin barakani sirini birinchisi eslab qolinglar, o'sha minnatdorchiligimiz. Minnatdorchiligimiz
shukronalikdan sal bir pog'ona yuqorida turadi. Har kuni kamida eslab qolinglar, ertalabdan iloji bo'lsa daftar tush omad kundaligingizga kamida 10 ta o'sha minnatdorchiligingizni yozing. Ya'ni har bitta ne'matga uyg'ondik, yeyapmiz, ichyapmiz, chiqaryapmiz, hayotimizda kimlardir bor, misol uchun mana shu internet, telefon bor uchun, ilm bilim olib hayotingizni o'zgartira olganingiz uchun har kuni bir qadam tashlab, ja bo'lmasa 1% qadam tashlab hayotingizni o'zgartiringlar. Har kuni nimadir yengillik kirg'izing albatta. Nimadir yaxshi emas narsalarni qo'yib yuboring, uzuling minnatdorchilik bilan. Rozi bo'ling, o'shanda karma yaratilmaydi, eslab qoling. Demak, birinchi barakani siri minnatdorchilik ekan. Minnatdorchilik yozamiz va albatta minnatdorchilik yashaymiz. Shukr qilaman, Xudoga shukr, bergan ne'matlar uchun, hayot ne'mati, yeb ichish, kiyinish, yashash, oila, turmush o'rtoq. Adolatxon, lichkamga emas, chat kurpaga yozing, xo'pa Salim. Lichkamga yozishyapti, chat kurpaga yozinglar. Ya'ni nima deganimiz? Ya'ni o'sha aytganimizdek, o'sha barakani siri birinchi o'rinda minnatdorchilik ekan. O'sha minnatdorman yagona yaratuvchim, buyuk zot, ya'ni bugungi ne'matlaring uchun. Hamma ne'matlarimiz bor, hamma. O'sha minnatdorchilikka har bitta insonni hayotga bo'lgan munosabatimiz yaxshi tarafga o'zgartirib yuboradi. Hattoki orzu, xohish, maqsadlaringizga bir deganda xuddi erishayotgan o'sha hisda, o'sha hissiyotni yashab o'tib yozsangiz, bu ham zo'r ishlaydi, eslab qolinglar. Va albatta ikkinchi siri halollik. Bilasiz, ayniqsa menda bu gruppada, umuman qilayotgan ishimda, hayotimda kelayotgan insonlar har doim talab qilaman. Bu talab desa ham bo'ladi, ya'ni hayotimiz naqasiga ham aylansa bo'ladi bu. Ya'ni nima desam ekan? Halollik birinchi o'rinda. Halol mehnat, rostgo'ylik, qaysidir va'dalarimizga vafo qilish, misol uchun o'zingizga niyat qildingiz, men hozir turaman, mana Adolatxon aytdilar, namozlarimizdan qutulib, bemoy ishlarkanmiz yoki ulgurarkanmiz unga munga, ya'ni o'zingizga va'da berdingiz, qila oldingiz. Ko'rdingiz? Ya'ni avvalambor o'zimizdan, ichki holatimizdan kelib chiqqanda halol bo'lsak, atrofimizdagi insonlar o'shani ko'rsatib beraveradi. Nima uchun bevafolar, er-xotin ajrashishlar, bir nimalar kuchayib ketadi? O'sha o'zimizga va'da turmaslik, o'zimizga rostgo'y bo'lmasligimiz, qayerdadir nohalol ishlar, qanaqadir mehnatlar qilib qo'ydik, ishonch bo'lmadi, qanaqadir ixlos, ya'ni hamma narsani garmoniya, balans, uyg'unlikda olib borganimizda albatta baraka siri o'sha halollik zo'r ishlab beradi va juda ham sizga hayotingizni o'zgartirib beradi. Uchinchi siri esa saxiylik. Bilasiz, tekinga berganman borliq qonunlarini. Bu joyda o'sha buyuk zot, yagona yaratuvchimiz bergan bizga ilohiy borliq qonunlarida berish, olish qonuni, ya'ni saxiylik bilan siz berasiz, saxiylik bilan u sizga beradi, eslab qoling. Ya'ni uchinchi siri saxiylik. Imkoningizga qarab yaxshiliklar qiling. Eslab qoling. Bu degan faqat pulda emas. Bitta insonga yaxshi so'z ayting, maqting, qaysi mushkulni oson qiling, muhtojga yordam bera oling, qo'lingizdan kelgancha, majburiy emas, eslab qoling. Bilimlaringiz bilan ulashib, mana hozir tashlab beryapman bilimlarni. Men saxiylik bilan beryapman. Men zakotimni, ehsonimni qilyapman. Xuddi shunaqa siz ham saqlab qo'ymang deb tarqating yoki kimlardir qo'shing. Ya'ni energiya bo'ladi, sizga moshniy natija keladi, eslab qoling. Shuning uchun har doim aytaman, tarqating, insonlarni qo'shing, nimalardirga siz qiling zakotingiz. Oddiy zakot degan faqat pul, mol, yoki nima emas. Mana shuni qiling, tamom. O'shuning uchun barakan uchinchi siri saxiylik. Keyingisi albatta to'rtinchi siri tartib, intizom bo'lish. Misol uchun uyimizdan boshlasak, uyimiz toza bo'lishi, ish joyimiz tartibli, qaysidir muhit shunaqa diqqatimizni jamlashga yordam beradi. Hayotimizda zo'r baraka, unumdor bo'lishiga yordam beradi. Intizom, burch, javobgarlik, eslab qoling. Hayot karyerada
ruhiyatda narsada shart eslab qoling. Bu erta tunimizda ham umuman bor erta turish, bu albatta kunni reja bilan boshlash, vaqtidan unumli foydalanishga yordam beradi va hamma narsa baraka bo'lib keladi. Keyingisi albatta ilm. Bilasiz, yangi bilim oldingizmi, u yangi imkoniyatlarni ochib beradi, eslab qoling. U shuning uchun aytaman, qo'shing, tarqating, hayotingiz o'zgarsin, ajlarga ega bo'lasiz. Va albatta, baraka moshnisini yana bitta aytaman, xavf bizni ichkaridan yemiradi. Xavflik uzoq saqlash har bitta inson ichki xotirjamligini negativ ta'sir qiladi, albatta chiqaradi. Misol uchun oshqozon, ichaklar, o't tufak jigarlar, gemoroy, axir bosh og'rig'i va hokazolar ko'ryapsiz, yoki tanada allergik bir nimalar ko'ryapsiz. Lekin hamma narsani osonlik bilan qo'yib yuborish, men roziman, sen ham rozi bo'l, bo'ldi. Yer o'yilsa salom. Ko'rdingiz? Oson, yengil. Oddiy, qiyinlashtirmaylik. Ayniqsa bizni juda ham oson. Demak, barakani sirlari yana yaxshi so'z. Ko'ryapsiz? Yaxshi qilish, hurmatli bo'lish bu zo'r mustahkamlaydi. Hamma narsani, ruhiyatni, pul munosabati, sog'lig'ingiz, o'sishda hamma narsada yaxshi so'z va chiroyli tabassum. Ko'ryapsiz? Shunaqa chiroyli kulib turgan insonni ko'rsangiz, bahri dilingiz ochiladi, nurli bo'lib ketasiz. Uni ko'rgandan keyin yana zanjir, qonlarda o'tadi. Siz shu pozitiv energiya, vibratsiyalarga va zo'r gullar, pullar, sayohat, katta omad, muhabbatga ochilasiz. Bu zo'r deysiz, oddidan, lekin o'sha oddiylik beradi. Ana unda aniq unutmaylik. Ya'ni maqsadingiz kundasiz, kichik qadamlar bilan yaqinlashib, siz ishlab ketasiz. Eslab qoling, yaratuvchimiz siz, sizga xayrli payti eslab bo'lish shart. Albatta harakat o'zidan bo'lib, yo'qtmay, tor ongda munoqimlardan chiqing. Barakani siri ishonch va ixlos bilan harakat qilsak, berishingiz ishongan holda ixlos bilan qilib albatta qilsangiz, zo'r natija beradi. Muhim uchun eslab qolishdan ham muhim zarurroq. Shuning uchun har doim motivatsiya bering. Men barakaga loyiqman, munosibman, men halol mehnat bilan rivoj, qalbim mehrga to'q, har kuni hayotimga yangi imkoniyatlar shunaqa kirib kelyapti. O'sha hamma taraflama olib kelib beradi. Har xil taraflardan halol bilan o'zingizni ilohiy duoyingiz o'zingizga o'tsinki, natijaga erisha oling. Uyingiz tinch, har oxiriga qadriga hayotga sazovor bo'lyapti. Hamma narsada bundan foydalanib yana ham demak, mana shu minnatlik, mehnat, yaxshi munosabatlar va albatta zo'r inson hayotiga albatta nima yaratadi. Shunaqa inson yengillik bilan hayotiga kirib adolat rozisiz? Savolingiz bo'lsa bering.
adolat bo'lmasa mikrofon Yo'q. o'chiramiz asalim de Ha. davom etamiz. Sirlar yanayam ko'p o'sha insonni orzu xohish niyamizdani pokligi Ishimiz kelyapti. faqat niyat kerak. Mikrofon o'zi uchun emas, boshqalarga ham bilishga qaratish kerak. Ya'ni inson bu dunyoga qaysi vazifani bajarib kelgan, o'sha manfaat keltirishga bu insonni munosabat obro'siga ta'sir qiladi. Pozitiv energetik ijod qildi. Atrofingizda buni ko'rish ovozingiz o'chib qolyapti-de. Mayli, chatdan kelgansiz. Yana sir hozir bor ozgina bu ham qanoat qilish. Eslab qoling. Bor ne'matlarni hal etdim, ne'mat nimaligini qadrlash, har bitta ichki holiga, huzur halovatga, sakinatlikka yetkazadi. Xotirjamlik beradi, qalb xotirjam beradi. Yana qanaqadir zo'r qarorlar qabul qilishga yordam beradi, eslab qoling. Undan keyingi uzoqroq turishimiz kerak. Hasad bilan negativ boshqalarni muvaffaqiyatini ularda xom olish hasad emas, havas va hayot tamom. Oq bo'ladi bizga. Albatta, baraka hurmat. Ayniqsa bizni bu zo'r, ya'ni ehtirom qilish, berish bu zo'r, eslab qoling. Va joyda sizni zo'r bilan dodingizga har taraflama zo'r pozitiv energiya, har taraflama duo orqali siz ko'karasiz. Undan keyingi isrof qilmaslik, chunki bilasiz, azaldan yaxshi emas narsa, ovqat suvni ham, pulni ham o'sha mablag'ingiz ehtiyotlik bilan hamma narsa uyg'unlikda bo'lsa zo'r yordam. Albatta sog'lig'im bor, barakada, sog'lom ruh, bu mehnat o'sha orzu xohish maqsadlarimizga asos topiladi va albatta duo, zikr, tafakkur qilish, duo orqali o'zimizni yoki kimnidir duo yoki mana shu eshitayotgan darslaringiz, yoki o'sha tinchligingiz orqali xotirjamlik, huzur halovat muhim ezgulikka eslab qoling. Bilasiz, ya'ni sirri va'daga vafo aytganimdek, u insonga qaysi insonga o'sha odamlar ko'proq ishondi, siz ham ishonasiz. O'sha niyat ko'p ochilishiga siz harakat qildingiz va zo'r, yana ham barakali bo'lib ketishlaringiz degani. Ham qadrlash bu ya'ni har kuni o'sha orzu tashladingiz, vaqtingizni qilasiz tezroq va oddiy yo'llar bilan qilasiz, olasiz. O'sha tabassumimiz ham, gaplar ham inson shu har bitta onini, vaqtini, hayotini o'zgartirish mumkin. O'sha mehribonlik, mehr-oqibat, to'g'rimi? Va albatta sabr, eslab qolinglar. Katta natijalar ko'pincha o'sha vaqt mehnat talab qiladi. Ozgina sabr qilamiz va albatta siz bizga yarasha mo'shli natijaga erishasiz. Besabr bo'ladi, o'xshamadi, tashab ketadi.
ozgina sabr qilasiz, harakat qilasiz va albatta o'sha barakali hayotingizda va albatta barakani ishlang. Keyingidan ko'rishga harakat qiling. Ya'ni muqaddan bu yaxshiroq bo'lishga intilib. Siz sizdan yaxshiroq bo'lishga harakat qiling. Hayotingizga har tarafli yo'nalishda zo'r baraka beradi. Yaxshi davra, misol poygaga borganlar o'quv guruhi bo'ladi. Yildami, farqi yo'q. Soni yaxshi davrasi sizni qo'llab muloqot qilish, kuchayish, kengayish, ko'tarishda zo'r yordam beradi. Biz har va albatta yaxshilik ekish. Qilgan yaxshi ishlaringiz, ezgu amallaringiz o'shaga kelajakda yaxshiliklar mumkin. Unutmanglar. Va o'sha baraka faqat mehrda, muruvvatda, tinchligimizda, yaxshi munosabatlarda, mazmunli hayotda barakasi mana shu hisobga o'sha minnatdorchilik bilan bering, mehnat qilyapsiz. Hamma ne'matlarni, ya'ni ulug' zot ne'mat, uyim tinch, sog', xotirjam, huzurman. Hamma narsaga erishyapman. Ketyapti. Ilm olishga men harakat ustozim men bilan energechniyman. Shu siri baraka tayyor holda. Inlikda halol yaxshi aytganimiz harakat bilan siz hayotimni mazmunli va serobda yashashimizga hammasi xizmat qiladi, unutmang. Xo'p, savolinglar bormi? Savolingiz bo'lsa beringlar, bo'lmasam davom etamiz. Demak, yana aytadigan bo'lsam, eslab qolinglar. Bu joyda yana aytishim mumkin, oilada munosabati barakani siri, hurmat, moddiy boylik emas, hurmat, birgalikda xotirjam hayotda namoyon bo'ladi. Hurmat, ya'ni muhabbat ba'zan o'zgarishi mumkin, lekin hurmat saqlansa, munosabat mustahkam bo'lib qoladi. Misol uchun aytsangiz bo'ladi, men sizni tinglayapman, eshitayapman, hurmat qilyapman deb hurmat bildirsangiz, albatta hurmat qaytib keladi, hurmat ko'rasiz va albatta har doim bu zo'r. Har kuni halolingizga, a'zolaringizga, farzandlaringizga va hokazo yaxshi minnatdor yo'g'oladi. Va albatta misol uchun qo'pol ular qalbida yaxshi gapirish, mustahkam qilib beradi va albatta oilada sog'lom yulduzlik bo'ladi. Foyda etgandek ham oila munosabati inson xato qiladi, qilish ham mumkin. Lekin qanaqadir o'sha xato emas, shu munosabat yo'l bilan davom ettirish, albatta oila munosabatini yana ham zo'r qilib kechirib qolinglar. Bizani kechirishyapti-yu, to'g'rimi? Buyuk oliy zotda biz kim bo'psiz? Bizki uni oldida kechirish shart, kechirimli bering va albatta vaqtni
birga o'tkazish oila siri, ya'ni telefonimizdan samimiy qilgan oddiy ishlarimiz mo'shni kamlab beradi. Nima va albatta ezgu yaxshi niyatlar tilaklarimiz uchun yaxshi qilishda qalbimizda muhabbatni shunaqa mo'shni qilib albatta duodan qat'iy nazar albatta bir-birini tinglash bu javob emas. Shuncha muhim. Yoshdirki farqi yo'q ishning munosabati qilib beradi. Sabr paytlarda vafodorlik farzandlarimiz shu farzandlaringizni ta'limi bo'ladimi, sayohat qilishingizmi oilaviy, qanaqadir nimagadir oilaviy jamg'arma pul yig'yapsizmi, har taraflama kelishib, albatta hayotingiz shu umumiy maqsad bilan orzu xohish maqsadlaringizga, niyatlaringizga yetasiz. Oilani bu birlashtiradi, birgalikda maqsad qo'yish. Va albatta isrof qilmaslik. O'sha pulni reja bilan, mablag'ingizni reja bilan sarflash, birgalikda qaror qabul qilish ko'p yaxshi emas nizolarni, janjallarni oldini olish mumkin. Eslab qolinglar. Har kim o'sha hissasini qadrlash kerak bo'ladi oila munosabati barakali bo'lishi uchun. Oilada mehnat faqat pul topish emas, uy ishlari, farzand tarbiyasi, misol uchun har taraflama ruhiy qo'llab-quvvatlash ham juda ham katta hissiga ega bo'ladi. Va albatta xursand holatdamisiz, xursandchilik ulashish kerak. Birgalikda o'yin, kulgilar qilish, bayram qilish, oila sharoitida yaxshi xotiralar bilan nimanidir yaratish munosabati zo'r boyitib beradi va albatta baraka yana ham zo'r kirib keladi oilada. Va albatta biz deyish, man degandan ko'ra biz deb oilaviy birgalikda hamma narsani qilsangiz, buni yana oilaviy munosabatni kuchaytirib beradi. Biz degan so'z bu zo'r, eslab qolinglar. Bu ilohiy so'z biz. Va albatta oila uchun ham kuchli duo, motivatsiya kerak. Misol uchun, bizni uyimiz mehr uyi, bizni uyimiz hurmat, mehribonlik bilan to'lyapti. Bizning qalblarimiz kechirimli, bizning bir-birimizga tayanchimiz, uyimizda tinchlik, sakinat, baraka, quvonch kirib kelyapti. Birgalikda o'syapmiz, ulg'ayamiz, o'rganamiz, qiyinchiliklar oson yengillik bilan yengyapmiz. Oilamizda mehr, muhabbat, ishonch, ezgulik mustahkamlanyapti. Baraka shuki, oila baxti ham shuki, nima bo'lishidan qat'iy nazar samimiy tabassum, kechirimlik, bir-biringizga rahmat aytish, duolar qilish, sovg'alar berish, mana shu oilani yana ham birlashtiradi, baraka, xotirjamlikni olib kirib keladi. O'shuning uchun bir-birimizni duo qilish kun bo'yi oilada tinchlik, baraka, mehr ato qiladi. Tabassum yana muhitni o'zgartirib beradi. Bir-birimizni o'zgartirishga yordam beradi oilada, to'g'rimi? Munosabatda tushunmovchiliklar bo'lishi mumkin, lekin uni yumshatib beradi. Sevgi bilan muomala qilib, yordam berish, e'tibor qilish, vaqt ajratish bu zo'r, to'g'rimi? Sevgi oilada. Va albatta o'sha ranjishni yig'ishtirish kerak, muammoni iloji boricha hurmat bilan chiroyli muomala qilib yengillashtirish, yechish mumkin. Birga ovqatlanish, dasturxon atrofida oilaviy yaqinlik mustahkamlab beradi, yana ham baraka keltiradi. Hadyani katta kichikligi emas, mehr muhim. Albatta hadya berish faqat shart emas moddiy, shunchaki sevgida insonni qadrlash bu zo'r narsa. Ruschada maqol bor va hozir payt anaqa qildi, недорог подарок, а дорог внимание deydi. Xuddi shunaqa sizni e'tiboringiz birinchi o'rinda. Hadyani katta kichiklik emas, mehr muhim, eslab qolinglar. Va albatta bir-birini qo'llab-quvvatlash, orzusiga yetkazish, er-xotin munosabati, qayni-kelin, ona-bola munosabatda umuman jamiyatda bu zo'r rol o'ynaydi. Va albatta kimlargadir qiyoslamaslik, eslab qolinglar. Oila hayoti bu bitta kichkina yacheyka, jamiyat u ham, to'g'rimi? Lekin boshqalarning oilasiga, farzandi, eriga, qilayotgan ishlariga taqqoslash qadriyatingizni o'ldiradi, eslab qoling. Shuning uchun qiyoslamaslik kerak. Va albatta har kuni qanaqadir yaxshi so'z, yaxshi narsalar kirg'izish kerak uyga. Shunaqa qilish kerakki,
u yomondan uzoqlashib yaxshilikka harakat qilsangiz kuchli ta'sir qiladi. Albatta birgalikda kulish, yaxshi xotiralarni eslash, yengil iliq bu sizni hayotingizga xursandchilikni olib kirib keladi. Quvonch, baraka yana ham yog'iladi, mehr muhabbatni oshirib beradi, o'zaro bir-birini tan olish, qabul qilish, hurmat qilish kuchaytirib beradi, hurmat bilan kelishish, yondashish har bitta fikrda, mehribonlik bilan bolalar orasida mer-xotin munosabatini siz ko'zgusiz, rahmat, kechirasiz degan so'zlarni ko'p aytish munosabatlarni zo'r saqlab beradi. Birga orzu qilish, rejalar tuzish, oilaviy kuch yana ham birlashib beradi. Kerak bo'lsa o'sha mehrni kundalik odatga aylantirsangiz, qaysidir bayramlarda, tug'ilgan kunlarda birga o'tirish zo'rda maroqli, bu farzandlarga ham zo'r tajriba bo'ladida, yana ham sizni yoshingiz ulg'aygan sari uni kuchaytirib berishadi. O'sha xursandchilik bilan yana ham zo'r munosabat o'zgaradi. Vaqt ajratasiz bir-biringizga, oilada baraka zo'r bo'ladi, qo'llab-quvvatlash, yana o'zingizga motivatsiya berasiz. Uyingizda mehr, muhabbat, qalbingizdan bir-biringizga nur berayotganingizni eshityapsiz, tushunyapsiz, ishonch, ixlos bor. Dasturxoningiz barakali, xolodilniklaringiz to'la. Nima desangiz har taraflama moddiy erishyapsiz. Gullar, pullar, mashina, uy-joy, sovg'alar, sayohatlar, baxtli oila, mehr, muhabbat, mehribonchilik, minnatdorchilik, baraka, bu rizq. Hammasi bizni o'zimizdan boshlanadi. Shunday ekan, siz harakat qiling va albatta shu aytganlarni qilsangiz hayotingiz o'zgaradi. Tamom. Oddiy, oson, yengil, lekin mana shuni bajarar ekansiz, hayotingiz o'zgaradi. Assalomu alaykum, qo'shilgan aziz opa-singillarim. Bugungi mavzu baraka sirlari edi. Unga yana oila munosabatlarini kuchaytirish uchun baraka sirlarini berdim. Savollaringiz bo'lsa beringlar. Davaychi, kimning savoli bor? Bormi savolingiz? Baraka sirlarini to'xtamay yarim soatdan 35 minutdan beri gapiryapman. Bormi savolingiz? Kechigi darsni eshitdinglar, bugun o'shani davomi eslab qolinglar. Kecha serobgarlik haqida moshni bilim berdim. Olinglar, bemalol tarqatinglar. Savob uchun harakat qilinglar, ajr savoblar bor sizga ham. Mana bugungi baraka sirlarini ham berdim. Bemalol eshiting, tarqating, yaqinlarni taklif qiling, hayot o'zgarsin. Va albatta 21 kunlik, eslab qoling, 21 kun ketma-ket bo'lgan serobgarlik darsimiz bor. Asl narxi $250 darsni o'zim muallifiman, eslab qolinglar. 21 kunlik eng zo'r anaqalardan iborat, mavzulardan iborat. Atigi 199 ming so'm. Hayotingiz o'zgaradi. Xo'p, savollar bormi? Savol bo'lsa beringlar, bo'lmasam chatimizdan to'xtatamiz. Xudo xohlasa, albatta zapis tashib bergandek eshitsanglar, albatta kechigini va bugungini hayotingiz o'zgaradi. Ertaga yana kechki 19:00 da eslab qoling. Xudo xohlasa, mana shu baraka sirlari haqida davom ettiramiz. Savolinglar bo'lsa, gruppaga chat qilinglar, yozinglar, albatta bo'shab javob beraman. Ketqizgan vaqtinglarga rozi bo'linglar. Mana mingdan ming roziman. Siz uchun duodaman. Duolaringizni mana Muqaddasxona ham eslab o'ting. Siz bilan psixolog, parapsixolog, ong siz bilan ishlovchi mutaxassis, xalqaro coach, xalqaro gipnolog Muqaddasxon bo'ldi. Siz uchun duodaman. Duolaringizni mana ham eslab o'ting. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Hammalarni yaxshi ko'raman. Hammamizdan yagona yaratuvchimiz rozi bo'lsin. Amin ya robbil alamin. Sog' bo'linglar. Hammalarni yaxshi ko'raman.